kunda Kosonsoy tumanida shu ob-havoni keskin sovib ketish oqibatida qurilmalarda yuklama ortib bormoqda. Shuning munosabati bilan hozir Navruz MFEda 234-sonli quvvati To'riskova bo'lgan transformator punkti joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Qizigan kontaktlar, fazirovka ishlarini amalga oshirib, shu nuqsonlar chiqishini oldini olish ishlari amalga oshirilmoqda. Xodimlarimiz sovuq bo'lishiga qaramasdan tunu kun xizmat qilib, aholiga elektr energiya yetkazib berish choralari ko'rilmoqda.